Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Binandagon muhtaram do'stoni oliy qadr tashkilot mo Chilston mahalla bilan boshab geofizika tarafga tabriklarda xursandligim iftixor aka 5 muchalashon 60 sola yubileyshon ki tabrik az nomi psarashon Firuz Kenashon Asaloy va az nomi doktorashon Fariza az nomi hamsarashon shudum uzra do'ston xursandligim hamrohim boshlayton marhamat. Mehringizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson, dada sizni yaxshi ko'raman. Alamlarim ko'zlarim yopay, yoningizga yuguray chopay. Keling bir bor bag'rimga bosay, dada sizni yaxshi ko'raman. Qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz qilmaganim bor. Kechirimlar so'rayman takror, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtargina xokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, xokisor dadam, dada sizni yaxshi ko'raman. Dardinga o'ralgan dunyo, tashvishlardan yaralgan dunyo. Aytolmadim shu so'zni goho, dada sizni yaxshi ko'raman. Har kun sizni o'ylasam hamki, mehringizga to'ymasam hamki, kunda quchib qo'ymasam hamki, dada sizni yaxshi ko'raman. Quchog'ingiz bunchalaram keng, jon bolam, jonim bolam deng. So'zlaringiz tillolarga teng, dada sizni yaxshi ko'raman. Toza tilaklarga beshikdir dunyo, ocholsang jannatga eshikdir dunyo. Hofizim axtargan qo'shiqdir dunyo. Bir kalom aytayin kamlik ko'rmangiz, siz ham aslo bizni g'amli ko'rmangiz. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmon, mezbonlar. Aziz do'stlar, bugun biz siz bilan ana shu dargohda diydorlashib o'tirishimizning asosiy sababi bugun iftixor otamizning 60 yoshli tavallud ayyomlari. Biz otajonimizni tabriklash maqsadida Fayruz Tabriklar agentligidan tashrif buyurdik. Barchalaringizga xush kelibsizlar deymiz. Mehmononi aziz do'stoni oliy qadr Imrozdarin xonadon va munosabati ro'zi 5 muchali shohistoni xonadon iftixor aka tashrif omadib. Agar malum nashabat ya qarsaqoyi balandki tabriklarda buning zodirizaton muborak shabat iftixor aka yononga taklif etdi. Marhamat. Iftixor aka Boziyagor assalomu alaykum. Ro'zi xursanditon, ro'zi tavalludaton muborak shabat. Agar ruxsat edigan yakta savolom hast. بدونید امروز شما خورسان کردم با از نومی کی اومدیم همین سورپرایز شما با کی تشکیل کردیم باشد اخیراتون کی گذشته است تخمینا توکل سه کسی بیاد بشود برای من اسلام عزیز مهربان انسان ها هم باشن منم جمعندگی من منتدار من فکر میکنم که از نوع این عزیز انسان ها و من از فرزند ها باشن در کار از جمع ها باشن در کار رحمت کلام تغییر یافتن یک تا قرصک های بلند بزنیم دوستان شما امروز برای تبریک کردن از نام فیروز جان پسرتان از نام دو دخترتان از نام کلینتان از نام نیوارهای شیرینتان اساسش از نام همسرتان ما هون اینجا بیرون با فیروز جان که آنچه وقت صحبت کردشتیم جسور که من جای دادیم با خودم موندم میترسم دادیم حیات با من از اون با قیدیه دیدگی باشنم لیکن با هم با منت نکرده با هم با معلوم نکرده اکچه خونه میدارم فقط چهرشان بخنده من همین حلال انسانه
farzandishon shunda dunyoga omadan faxr mekunam. Agar Alloh dunyoga bir bor omadan imkoniyat yetadigar, man dadimim sarashon shudani meham. Man bu dadimim erkishon shudani meham. Chunki dasti mohamba hastmi, nestmi, bahona yakta chashibga qabul mekardagi in padaram. Dadim amayda guma yodidagi, bachim omonati kasbi yonat nakunetom. Bachim haqiqatan nakunetom. Bachim abandish umidvor nashvetom. Az Xudo umid kunetom, az Xudo pursetom. Mohonba rizq و nasibe medligi Xudo sababchish banda gufta. Dadajon, donista nadonista shuma be erkagi kardek boshim, peshqizi kardek boshim, shuma mohona erkagimi mebardoret gufta, shuma be bodigi kardek boshim. Padarjonim az shuma huzur ko'rsam, sarakom bo sog' garde. Qasam nashavet, animi xona har yaktishba shuma mehnatat onas. Shuma qadr و qiymatat onas. این خاندان با هم بیشما در آمدن خدا با لازم نمیداریم چون که این خاندان فیض و برکش تینجی خاطر جمعش دادجان شما می باشید خلق و جمعیت و جمهوریت ازبکستان به خدمت کردید دعای خلق گرفتید و از پشت این دعای خلق الله شما روزه پیغمبران به نصیب می‌دهد روزه پیغمبران به رفته مکه و مدینه به عبادت کرده زیارت کرده حاجی بابا کردن با هم فرزند به نصیب کند گفته امروز فریز جان پسرتان کلینتان همسرتان دختراتان تبریک کردید اولش ینگامون که قش پیل شوید پیلو به دولت شوید بخت و کمال فرزنداتون ببینید فرزند اینک باغی پدر فرزندی بعد داغی پدر میگم باغتان با باغبان شوند بچه کا دردتان با درمان شوند بچه کا الهی یگان تاشون درد و داغشون ببینید خدا خواهد تا سنی پیغمبره یعنی تا 63 سالگیتونه حج رفته عمره به مکه و مدینه با هم امتای سلام پیغمبرمو برساندن شما به نصیب کند شما همین قطر فرزندی خلق به جمعیت به خدمت کردم دید انوم شاگرداتان ایزی شما ازیر کنند یگان وقت سرطان خم نشود خم شدگی تقدیر به جای نماز به خم شود و دیگر وقت قدرتان بالا گردد یک تا گپ هست کو 120 بدلی تو دستتان به حسان نشود چشمتان به اچکی نشود انم خیلی حاضر برید ساغلام شده گردید من این چه از نمی بچه کاتم چشمتان از نمی سفید و سیاش برای شما خانش کرده می شود این عزیز انسان دادم دولتم سلطان دادم امان برین بختمگه جانم دادم جان دادم یاغم دهم بارمسız tağday hoş bir qarımsız gururumsuz ağrımsız canım dadam can dadam çapar her yönde atım teşvişi yok hayatım duaları kanatım canım dadam can dadam ufta farzandot tefaho tayyor kardagi azizlar bir donishmandan so'rashgan ekan bu nimadir insonlar izlashadi-yu lekin istagancha topisha olmaydi bu donishmand shunday javob bergan ekan u sihatli xotirjamlik do'st va muxlis tilagimiz ana shu uch narsa iftixor akamizni hech qachon tark etmasin boshlari sajdadan boshqa hech qayerga egilmasin hozir farzandlar nomidan chiroyli sovg'alarimiz bor hamchunin jiyanoshinom padarga tayyorgandagi jiyanoshinom taklif muqrim marhamat omda achoshkada tabriklarda nishon bo'lib yer o'zi osmon uzr dadam zo'r dadam zo'r dadam zo'r ro'zg'orga deb tinmaganim kiydirib kiymaganim to'ydirib to'ymaganim dadam zo'r dadam zo'r dadam zo'r magib qosim qoyadek ergashganim soyadek maqtanaman yosh boladek dadam zo'r dadam zo'r dadam zo'r ko'rsatmas ko'zga yoshini halol yegan oshini yovga bermas boshini dadam zo'r dadam zo'r dadam jiyanoshin obod suhbatlashishni mumkin marhamat assalomu alaykum mehmononi aziz boz یک بار خوش آمدید میگم افتخار سمتریچ کتامبا همین بتون جهان تنگ تگی بسته افتخار سمتریچ ما هم جدای هم احترام میکنیم میکس ما مثل پدر بعد از پدرم جدای هم حرمت به سزاوار آسان نه من هم خیلی از پشت علم فهم از کاری دولت من هم خیلی احترام به سزاوار شدم این جدایم مشقت من از نام خودم از نام اویلمان
аз номи банамин ҷиянҳоятон шумоя аз таҳти дил табрик карда ҳамаи хушиҳои оламро ман ба шумо орзумандам. Доимо сиҳат бошед, саломат бошед, ҳама вақт ҳамин ватанамон обод ва озод бошад, осмонамон мусаффо бошаду ватан ва хизмат карда ҳеҷ вақт мо ҳалок нашавем. Чунки мана ҳамин рӯза боян қаҳрамонаш ин Амора Маҳмудова мана онаем. Мана бобом Самар бобо Рахимов ба ё 40 сол 42 сол мактаб ва фаъолият нишон дода аз худашон мана шумоҳон баъд аз шумо мана мо давоми шумоҳон ва мехостам ки ҳамин сулуҳои Рахимовҳо бардавом шавад, доимо ватанамон тинч, осмонон мусаффо шавад, 120 ба дарояду 120 ба даромадагитон ба мо шумоя ҳамхелин табрик кунем. аз номи ҷиянон манамин тӯҳфа шумо ба ва як каме тӯҳфаемон ҳаст ҳамна мо шумода супориданем. иҷозататон ки از نومی خواهرشونم دوام اساسی مرحبا keyin yana bitta yak boy iltimosi aст akimam аз дур истода бутанки аз дури ман албатта амакон табрик мекунед кам экак тӯҳфа ҳастан ҳамода анаме акем ба ин тӯҳфа шуба ин конференсия ва симпозиумро дошта аз тӯҳфаҳои истода ҳамаларизга каттакон раҳмат. Беjiz aytilmaydi, do'st bilan obod uying deb. Mana shunday doim qo'limizda fayz baraka, doim mana shu holimiz do'stlar bilan qarindoshlarni mehri bilan doim to'lsin, doim fayzi baraka arimasin. Sog' salomat bo'linglar, yana bir bor xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, mehmononi aziz, do'stoni kiromi, man minnatdor. Alom xislat, xususiyat, odob, axloq hammish az hamin sizlar orqali, jamoamiz orqali boshim osmonga yetyapti. Bu yil tarixiy yil. Agar rahmatli akam hayot bo'lganda u kishi 70 yoshga kiradi. Yoshligimizda mana oxirgi kunlargacha bir niyat qildik. Bog' maydonning haligi tarix sahifalarida deb. Bu yil qo'shaloq bayram hayotimizda kasaba uyushmalarining 120 yilligi. Men bir anchadan beri bir niyat qilib yurdim. Mana aziz sinfdoshlarim, jo'ralarim shu yerda o'tiribdilar. Hammamiz mana shu yerda butun bosib o'tgan yo'limiz hamda ikkinchi kitobning ikkinchi faslida kitobning nomi Bog'i mehru ilmu ijodu adab. Bugun nashrdan birinchi dastlabki qaldirg'ochi chiqdi. Men o'ylayman hali ko'p bu nashrdan bosib chiqiladi. Hammalaringizga iloji boricha biz tuhfa etamiz. Birinchi nashrini men akamning ruhi arvohlari shod bo'lsin. Akamning bosib o'tgan yo'llari, bog' maydonning tarixi, bu yerda hamma qilingan mehnatlar mana shu yerda mujassam etilgan. Shuhratjon, men shu jiyanlarning eng azizi, kattasi bugungi kunda siz. Men sizga mana shu kitobni oilamizga esdalik uchun topshirmoqchiman. Rahmat. Oliy ehtirom bilan Abdusalom Samatovni uy muzeylariga qabul qilib olaman. Rahmat sizga, minnatdor. بهتران جان خواهر کنم از پدر و مادرشون ماندگی بسیاری شما مرحبا Avvalambor assalomu alaykum mehmonlar aziz
همین درگاه مهمان شده اومده تو من جدو هم خرسند شدم همین رسی بامبر اشتراک کرده بود من هم از نام اویلم از نام سرهایم رهی دو کودکی سرهایم که افتخار سمادویچه تبریک و تهنیت میگویم و همین شعرها با اوکام بخشیده میشود یورگimning ko'risan ukam otamning g'am ko'risan qadrdonim qadri balandim ukalarning zo'risan davronimda davrini surgan opam bor deb ketishni ko'rgan jigarimsan yonimda turgan ukalarning zo'risan ey el biladi asl zotimiz eshitsalar qanot otimiz hammamizning qanotimizsiz ukalarning zo'risan ukam duo qilay doim sog' bo'ling deysiz baxtimiz uchun bor bo'ling doim tursin yelkamda qo'ling ukalarning zo'risan ukam ukamni chin dildan tabriklayman hozir ozgina tuhfamiz oilamiz nomidan mana hurmatli turmush o'rtog'im Nigmatov Muhammad aka bu kishiga sovg'amizni topshiradilar ukajon doimo sog' salomat bo'ling men hamma sizni yoningizdaman sizni doim yaxshi ko'rib kelganman topib bo'larmikan telefonda bir didorga nima yetsin bu zamonda har kun bo'lmasa-da mayli onda sonda bugun ko'rishaylik jigarlarim har kun bo'lmasa-da onda sonda rahmatli kalam do'ston dunyoda az inson chilimlar az inson mehru muhabbat va e'tibor memar Firuzjon suxonaton hasmi bos bayon etadiki marhamat Ясный без слова уже, саривал, уже как он слово подгадывает. Нет, он уже нет, он расследует. Озайбот, Ахмад. dadam bu dunyoda eng yaxshi odam Sarhat aka chapon iftomdagi Qudoshon marhamat Qudoshon Sarhat aka to'yfashonki sahnaga taklif qiling qabul kardagidan muborak bo'lsin. Ey baba Xudo paspo Xudo bugun Xudoga gullar. Super chapon. Marhamat. Hurmatli aziz mehmonlar, barchalaringizga diqqatlaringiz uchun kattakon rahmat. Yoqimli ishtaha, a'lo kayfiyat tilaymiz. Ana endi Iftixor akaning 5 daqiqa oila a'zolari yonlariga taklif etmoqchimiz. Chiroyli fotosuratlarga tushiramiz. Unga qadar sizlarga mumtoz qo'shiqlar albatta sozandalarimiz tomonidan qo'yib beriladi. Biz esa Iftixor akani oila a'zolari bilan chiroyli rasmlarga, raqslarga taklif etamiz. 5 daqiqa faqat to'g'ri tushunasizlar. Marhamat.